Musofirda ish qidirib yurgan aka opa singillarimizga ajoyib xushxabar. Bizda yana ish bor, ham Moskva, ham Moskovskiy oblastda. Faqat dokumentingiz bo'lsa, uyingizning oldida qaysi metroda tursangiz, o'sha metroda, qaysi oblast rayonda tursangiz, o'sha oblast rayonda bizda ish bor. Bu ish nima edi Zuhriddin deganlarga? Demak, bu ishimiz Moskva hamda Moskovskiy oblastda fix price hamda Ashan magazinlarida. Ya'ni kassada turadigan hamda tovar teradigan aka opa singillarimizni ishga qabul qilyapti. Ham Moskva patenti borlarga, ham oblast patenti borlarga. Обязательно bu ishimiz faqat Moskva yoki oblast patenti borlar uchun. Bez dokument olmaydi, O'zbekistondan kelsa bo'lmaydi. Faqat patenti borlar 18 dan 45 yoshgacha bo'lgan erkak ayollar bemalol ekrandagi nomerga telefon qilishlari mumkin. Ish hech qanaqa ob'yomga emas, bez ob'yom. Xohlagan odam 8 soat, 4 soat, 10 soat, 12 soat, 24 soatgacha ishlash imkoniyatiga egasiz. Chunki ish soatbay to'lanadi. Kassada tursangiz ham, rabochiy торговый zal, o'sha tovar teruvchi bo'lsangiz ham smenasiga kami 3200-3300 chiqadi. Bu soatiga 288 rubl, bu fix price'da 290 rubl boshlanishiga bu Ashan magazinlarda. Kimga qaysi biri udobni bo'ladigan bo'lsa, qaysi biri yaqin bo'ladigan bo'lsa, uyingizdan qatnab borib ishlab kelaverasizlar. Bilasizlar, magazinlar hech narsa bermaydi, forma beradi xolos. Qolgan hamma narsa o'zingizdan bo'ladi. Faqat oylik beradi. Oyligi bir oyda 2 marta ish ofitsialniy. Trudodagor uydelmenlarni kompaniya o'zlari qilib berishadi. Bundan muammosi yo'q. Puliga hech qachon aldamaydi. Eng ishonchli ruskiy firma. Kim mana shunaqa ozoda, ichkarida, salqin joyda kassada o'tirmoqchi bo'lsa yoki tovar termoqchi bo'ladigan bo'lsa, mana ekranda nomer. Hoziroq aloqaga chiqinglar. Rus tilidan xabaringiz bo'lishi shart. Chunki ruskiy magazin bu yerlar rus tilida хотя бы muloqot darajasida bo'lishingiz shart. Yana kimga qanaqa ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlardan hoziroq qo'ng'iroq qilib, o'zingizlar uchun utashit qilib olishingiz mumkin. Aziz vatandoshlar, sizlarga registratsiya, uni продление qilish, inana трудовой договор, uydimleniya xizmatini taklif qilamiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing.